Bugun biz marketing strategiyasi va marketing plan haqida gapiramiz. Eng katta yosh marketologlarni qo'rqitadigan narsa bu marketing strategiyasi so'zi bo'lgan. Chunki marketing strategiya bilan birga byudjet keladi, zashita keladi, ko'p sonlar keladi, raqamlar keladi va ko'plar marketing strategiyaga juda ham qo'rqinchli qaraydi, ili уже marketing planga aralashtirishadi. Bugun marketing plan bilan marketing strategiyani har xilligi, nimadaligi va qanaqa qilib strategiyani to'g'ri tuzish haqida bitta checklist berib o'tamiz. Marketing strategiya bitta gapda ham bo'lishi mumkin. Bu A tochkadan B tochkaga qanaqa qilib bormoqchisiz. Misol uchun sizda supermarket bor. Supermarketda keyingi yillar oxirigacha, 24 yillar oxirigacha bozori 10% ni qo'mrab olmoqchisiz. Buni qo'mrab olish uchun siz penetratsiya orqali yoki ichidagi assortimentlar orqali, yangi assortimentlar orqali yangi produktlar olib kelganingiz, hech qayerda boshqa supermarketlarda yo'q produkt orqali olib kelganingiz bilan siz 10% bozorini olib ketmoqchisiz. Bu strategiya. Bu bozorni qanaqa qilib olib ketmoqchi bo'lishingiz haqidagi strategiya. Bundan keyin marketing plani keladi. Marketing planida qanaqa qilib siz qaysi kommunikatsiya, qaysi reklama, qaysi auditoriya uchun, qaysi kreativlik orqali bu strategiyangizni ishlatishingiz haqida bu planda yoziladi. Bu juda ham muhim narsa, chunki bir xil strategiyada plan bo'lmaydi. Qanaqadir smart maqsad bo'lmaydi. Bir xil planda umuman strategiya yo'q. U yerda yozilgan biz reklama qilishimiz kerak, to'g'ri kommunikatsiya qilishimiz kerak, billboard olishimiz kerak, lead olishimiz kerak, keyin byudjetni tasdiqlashmadi, nimagadir bizga bunaqa byudjet berishmadi degan savollar bo'ladi. Bu hammasi strategiya ichida yo'qligi bo'ladi. Marketing strategiyani qilayotganda biznes maqsadiga asoslanish kerak. Biznes maqsad, marketing maqsad, kommunikatsion maqsad va media maqsadlarga bo'linadi. Biznes maqsad bu pul haqida. Qancha daromad olmoqchi biznes, qancha foizini olmoqchi bozori, bu hammasi biznes maqsadi ichida bo'ladi. Marketing maqsad bu odamlar haqida. Qaysi odamlar bilan ishlashmoqchi, qaysi auditoriyaga taklif berishmoqchi va bu auditoriya sizni biznesingizga, produktingizga qanaqa qilib o'zgartirish kerakligi bu marketing maqsadi bo'ladi. Undan keyin kommunikatsion maqsad keladi. Qanaqa qilib siz buni auditoriyaga yetkazib bermoqchisiz? Media maqsadda hamma narsani to'g'ri o'lchab, qanaqa qilib media pokazatellarni olganingiz haqida yozib o'tishingiz kerak bo'ladi. Marketing strategiyani boshlashning birinchi katta bosqichi bu analitika. Analiz qilayotganda biznesingizni o'rganishingiz kerak, auditoriyani o'rganish kerak, bozorni o'rganish kerak. O'zi biznesga qarab bu bilinadi bu analizlar. Misol uchun, agar siz sonlarga asoslanib siz insight topasiz. Insight topgandan keyin, misol uchun bozorda ko'rdingiz, supermarketlar ichidagi assortimenti polkalarda joylashtirilishi to'g'ri emas. Siz bu narsani sezdingiz, bu narsa yetmayotganini sezdingiz va supermarket ochayotganda targ'ibot qilganingizdan keyin sizga insight keldi. To что siz agar to'g'ri assortiment, udobniy assortiment, odamlar supermarketda yurib, yo'qolib qolishmagan va o'zini produktini topib, o'ziga kerakli bo'lgan narsani topishgan, yaxshi udobniy kassava apparatlar bor sizda, misol uchun очередlar yo'q. Bu narsa hammasi odamlarga qiymat beradi va shu qiymatni siz bu analiz orqali topib olasiz. Bu analitikani qilish eng marketologlarga yoqmaydigan, eng qiyin va eng yomon ko'radigan narsasi bo'ladi. Chunki marketologlar o'zi azartni bo'lgani uchun, energichni bo'lishga, marketologlar juda ham azartni va juda ham tirishqoq bo'lgani uchun sразу ishga kirib ketmoqchi bo'ladi. Lekin bu yerda eng muhimi analizga va biznesni o'rganishga juda ham katta e'tibor berish kerak. Keyingi bosqich bu SEO yoki biznesni o'zini maqsadi bo'ladi. Siz qanaqa maqsad qo'ymang, ularda baribir pulli qanaqadir maqsad bo'ladi. Ular investitsiya kiritishgan bu biznesni ochishga, ular pul topmoqchi, daromad topmoqchi va ular sizga aytishi mumkin. Misol uchun, keyingi yil ichida yana 20 millionga ko'proq biz daromad ko'rishimiz kerak. Bu maqsad qanchalik smart yoki smart emasligini siz bilib berishingiz kerak bu analizdan. Maqsadni olib, o'rganib, bu maqsadga erishsa bo'ladimi? Qancha risklari bor? Misol uchun, katta investitsiya qilib qo'ysangiz marketingga, yaxshi o'rganmasdan bozorni qanaqa qilib bunga erishishingiz haqida smartligini siz isbotlab berishingiz kerak. Bu eng muhim narsa strategiyada, to что sizning maqsadingiz smart bo'lishi. Undan keyin biznes maqsadni upakovka qilganingizdan keyin siz marketingga o'tasiz. Chunki bir xil kompaniyalarga brend kerak bo'lmasligi mumkin. Marketingni boshlashdan oldin biznesni yillab to'g'ri qo'yib kelishingiz mumkin va bu narsa ham juda ham muhim. Bu ikkinchi bosqich bo'ladi.
Uchinchi bosqichda smart maqsad qo'yilgandan keyin, auditoriya o'rganilgandan keyin, hamma narsa joy-joyida bo'lgandan keyin marketing planga kirishingiz mumkin. Marketing planda уже auditoriyaning portretlari, produkt o'zgarish bo'lsa, qaysi produkt bu auditoriyaga to'g'ri kelishi, qanaqa qilib narxlash strategiyasi, qanaqa qilib siz qayerda shu supermarketingizni joylashtirishi va kommunikatsion media maqsadlarni yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Va eng muhim narsa, oxirgisi marketing strategiya va marketing planni qilgandan keyin eng katta marketologlar zashitidan keyin o'zini nima deydi, bo'ldi, men bu narsadan kechdim deyishmas. Buni realizatsiyasi juda ham katta resurs talab qiladi va bu resurslarni to'g'ri taqsimlash va ishlatish haqida keyingi videoda gaplashamiz.